Bunasi jongan tegdi aka, bu og'rimayapti aka. Bir biznes qo'yib bering aka, mana bu biznes qilay aka. Sizga birinchi g'oya, ya'ni biznesni boshlanish qismini biz sizga tavsiya qilamiz. Hop, bunda eng dastlabki bosqichda biz sizga beramiz. Ya'ni arenda biznesi bilan shug'ullanishingiz kerak. Hop. Eng oddiy ishlardan bittasi bu. Hop, sizga biz beramiz 20 komplekt lesa. Hop, sizga beramiz 2 dona mishalka, 2 dona arava, 2 komplekt apalovka beramiz. Xo'p, bu apalovkalar orqali qancha daromad olish mumkin degan tabiiy savol tug'iladi. Albatta. Oddiygina turli hududlarda turlicha ijara biznesi bilan shug'ullanadi, ya'ni arenda biznesi bilan shug'ullanadi. Qaysidir joylarda misol uchun apalovkalarimizni 50 ming so'mdan kunligi bir komplektni 50 ming so'mdan beradigan bo'lsa, biz sizga 2 komplekt beryapmiz. Bu degani 100 ming so'm. Biz sizga 2 dona mishalka beryapmiz. Bu degani bir kunda 100 ming so'm. Biz sizga 20 komplekt lesa beryapmiz. Bu degani 5 ming so'mdan bo'lganda ham 100 ming so'm bo'ladi. Mayli, aravani hisob-kitob qilmaymiz. Xo'p, kunlik daromadingiz, ya'ni bir kunda topadigan summangiz o'rtacha 300 ming so'm atrofida bo'lishi mumkin. Buni oddiy matematika qiladigan bo'lsak, bir oy davomida 8 million, 9 million atrofida oddiygina daromad olish mumkin. Xo'p, bizda ishlab chiqarish jarayonlarimiz, ya'ni svarchklarimiz, gip, turba lazerimiz, bu yoqda mana qarang, lesalarimizni to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarilish jarayonlari, ya'ni o'zini birinchi bosqichi. Hop, mana o'sha biz sizga aytgan lesalarimiz, ya'ni xuddi mana shu lesamizdan 20 komplekt beramiz. Kunligi eng kamida 5 ming so'mdan chiqarishingiz mumkin buni arendaga. Hop, siz xohlagan usulda qilib berishimiz mumkin. Ya'ni siz qaysi turda, qanaqangi o'lchamda desangiz tayyorlab beraveramiz. Hozirgi holatda tayyorlagan, ya'ni lesalarimiz hozir Qashqadaryo viloyatiga tayyorlaganimiz bor, ya'ni 1 metr oshiq bo'lgan lesalarimiz. Bular 40 komplekt, 30 komplektdan zakaz berishgan, xudo xolosa chiqaramiz. Xuddi mana shu narsa, ya'ni 1 metrli, 2 metrlisidan sizga ham tayyorlab beramiz, sizni ehtiyojingizga qarab. Har bitta viloyatda turli o'lchamlardagi lesalar ishlatiladi. Bu lesalarimiz asosan vodiyning standarti bo'lgan, ya'ni 94 ga 2 metrli, uzunligi ham 2 metr bo'lgan lesalarimiz. Xuddi mana shunaqangi, kimga mana shunaqangi xizmatlar kerak bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin, pastga nomer qoldiraman, obuna bo'lishni unutmanglar. Like bosib, kommentariyada kutib qolamiz, kim qaysi fikrda ekanligini, qancha daromad olsa bo'ladi.